Larimiz 25 ming so'mdan boshlab xohlaganingizdan topasiz. Bu taxminan 130 ming so'mlarga to'g'ri keladi. Resurslari 490 ming so'mdan boshlayotgan 996 ming so'm. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchi. Siz Qulay narx kanalidasiz. Men Shohjahon Abdurahmonov. Bugun sizlarga Toshkent shahrida ochilgan arzonchi magazinning mahsulotlari haqida batafsil ma'lumot berib o'taman sizlarga. Magazinimizda o'sha skillat narxda mahsulotlar sotilar ekan, eng arzon narxda deyilyapti. Buni haqiqatan ham arzon narxdami? Kirib bir qator ko'rib chiqamiz. Magazinga kirishdan oldin lokatsiyasini tushuntirib o'taman. Bu tomonimiz Chilonzor metro. Chilonzor metrodan kelishda Singapurskiy universitet, undan o'tgandan keyin ozgina yurganda shu arzonchi magazinimiz keladi. Bu tomon Olmazor metro. Chilonzor metrodan Olmazor metro tomonga yurganingizda chap qo'lda keladi. Lokatsiyalar bilan tanishib bo'ldik. Qani ketdik bo'lmasa, ichkaridagi mahsulotlarni narx-navolar bilan tanishtirib chiqaman. Bu arzonchi magazinimizning ichki holati, tovarlarimiz. Siz xohlagan bitovoy texnikani hammasini shu yerda topishingiz mumkin. Bo'lmasam sizlar narx-navolar bilan tanishtirishni boshladim. Birinchi navbatda sizlarga muzlashlar narxlarini ko'rsatib o'tsam, Larito firmasidan motorga 10 yil kafolati bor. Воздушный bo'lgan, nofrost bo'lgan xolodilnikimiz, sig'imlari 300 litrdan oshiq xolodilnikimiz, narxi atiga 6 million 375 ming so'm. Ko'rishlar mumkin. Har xil vibrda bor. Vonna firmasidan bor, Larito firmasidan bor ekan, Beko, Brusta hammasining narxlari haqida tushuntirib o'taman. Bu xolodilnikimizni ko'rsatsak, 2 eshiklik, pastki qismlari ham keng, ko'rsalar ham bo'ladi. Narxi atiga 7 million 650 ming so'm. Yangi muzlatgichimiz Rossiyaning Brusta firmasidan bo'ladi. 3 yil kafolatlari bor. Sig'imi 270 litr bo'lgan no-frost xolodilnikimiz. Ichlarini ham ko'rsatib yuborasiz. Ichlari ham yaxshigina keng. Uyga oilaga bitta olib qo'ysangiz kamida 15-20 yillab xizmatingizni qiladi bu xolodilnik. Ferre Turkiyaning Ferre firmasidan bo'ladi. O'zbekiston bilan qo'shma zborka bo'ladi. Bu yerda turgan mahsulotlar ko'pi qo'shma zborka bo'ladi. Bunimizning narxi 5 million 419 ming so'm bo'ladi. Keyin bundaqa mana bahaybatidan kelaymi sizga, mana bahaybatidan Vonna firmasidan 5 million 300 ming so'm ekan. Sig'imi 410 litr. Vonnani 400 model ekan, 410 litr sig'imi bor ekan. Endi sizlarga arzonroqlardan ko'rsatadigan bo'lsak, xolodilniklar ko'p. Mana 2 million 614 ming so'mga ham bor. Rosen firmasidan O'zbekistonda ishlab chiqariladi. Energy firmasidan O'zbekistonda chiqadi. 1 million 999 ming so'm atiga. 100 dollardan ozgina oshiqroq ekan, 150 dollarga. Bu yerda arzonligini sababini aytib o'tsam, bular aslida o'zi chetdan tovarlarni olib kelib, bozorlarga tarqatishar ekan, o'zlariga sinov qilib birinchi marta magazin ochishibdi. Birinchi filial shu yer ekan, Toshkent, yaqinda Qo'qonda 3 ko'prikda ochishdi, Farg'ona markazida Kaznikan oldida ham ochishdi. Bu birinchi filiallari. Xudo xolasa yana Toshkent shahrida ko'paytiramiz deyapti. Skillat narxida. Shu bozorlardan ham ozoram. Chunki bozorlarga ham bular o'zlari o'sha tovarlarni berishar ekan. Shuning uchun mahsulotlar o'ta arzon narxlarda. Endi televizorlarni ham bir qator ko'rsatib o'tsam, televizor narxini qarang. 996 ming so'm. Li firmasidan, Xitoyda Li firmasidan garantiyalari bor, 3 yil kafolati bor, 996 ming so'm. Sifatlarini ko'rdim, sifatlari cho'tki gap bo'lishi mumkin emas. Atiga 996 ming so'm, 100 dollar emas. Keyin 40 li televizor. Kim ko'rgan 40 li televizor? Hamma joyda 32, 43, 50 ketadigan bo'lsa, bu yerda 40 li televizor ham bor ekan. Narxi 1 million 760 ming so'm. Keyin 50 dyumli televizorlarimiz 3 million 60 ming so'm. 43 dyumli televizorlarimiz 1 million 900 ming so'mdan boshlanar ekan. Siz xohlagan kachestvadagi, xohlagan turdagi model hammasidan topishingiz mumkin. Xohlasangiz bu yerga kelmasdan turib, o'sha internet sahifalarida Instagramda misol uchun arzonchi Toshkent Instagram yozsalaring chiqadi, Instagramdan bemalol aloqa raqamlari qolgizishgan. Yuzda o'tirib ham tanlab zakaz qilsangiz bo'ladi, bemalol dastlabki qilib chiqarib yuborishadi yuzga. Mikromarnovkalarimiz eng arzoni 650 ming so'mdan boshlanar ekan. Ideal firmasidan 20 litr ekan sig'imi, 23 litrligi bo'lar ekan, 997 ming so'm bo'lar ekan. Larito firmasidan bor ekan, Ideal firmasidan, yana 3-4 xil firmalardan bor ekan. Duxovkani eng zo'ridan, premiumdan qidirib yuribsizmi? Bilamiz. Itimat firmasi eng premium klassdagi duxovkalar ishlab chiqaradi. Mana sizlarga 60 litrli hajmdagi
Duxovkamiz narxi atiga 1.400.000 so'm. Bozorda ham bu narxga topa olmaysiz. Kir mashinalarimiz, avtomatik kir mashinalarimiz hamma firmanikidan bor ekan. Hoffmandan deysizmi, Laretto, Ideal, Zifler hammasidan bor ekan. Hatto mana LG'larimiz 9 kiloli LG kir mashinamiz 6.600.000 so'm. Qayta ko'rgansiz bu narxga. Hech qayerdan topa olmaysiz. Lekin arzonchi magazinida shunaqa qilib, o'sha sklat narxida, daji bozorga berishayotgandan ham arzon qilib qo'yib qo'yishdi. Mana LG'miz 8.5 kiloli 6.440.000 so'm. Laretto'dan 6 kiloli 3.761.000 so'm. Yana Laretto'dan 3.506.000 so'mga 7 kiloli. Yana bularning hammasini motoriga 10 yildan kafolati bor. Holatiga 3 yildan, motoriga 10 yildan kafolati bor. Gaz plitalar ham katta Viberda bor ekan. Xohlagan firmangizdan topasiz. Ferredan, Idealdan, Magnadan hammasidan bor ekan. Gaz plitalar narxi 1.700.000 so'mdan boshlangan ekan, yuqorilab ketaverar ekan. Hatto mana bu ana Ferre firmasidan eng so'nggi modellardan grill funksiyalarigacha bor, parraylari bor, chiroqlari bor, hatto gaz kontrollari bor. Misol, choy qaynab to'kilganda gazni avtomatik bu yoqdan uzib qo'yadi, xavfsizlik jihatdan. Yosh bola o'ynab yo'qolmaydi bu narsani. Keyin o'zini chaqqilari bor. Materiali nejavikidan bo'ladi. Hatto shu gaz plitamiz ham narxlari sklat narxda, eng arzon narxda. Pilsoslari 490.000 so'mdan boshlar ekan. Series pilsoslari 1600 vatli 490.000 so'm yuqorilab ketaverar ekan shunaqaga. Hamma firmanikidan bor ekan. 740 mingligi, 714 mingligi, 2.175.000 so'mga, hatto mana bunaqa Hoffman firmasidan original o'zini zaryadlari bilan kabelsiz ruchnoy pilsoslarigacha bor ekan. Keyin men bu yerda ko'rib qoldim, mana original Dysonlargacha bor ekan. Original Dysonlargacha bor ekan, $555 deyishdi bu. Avtomat kir yuvish mashinalari bor ekan, detskiy kiyimlarga, bilasizlar, yosh bolalar kiyimlari shirakir bo'ladi, ozgina chayqalganda ketadi. Uni katta kir mashinaga solib, kiyim sifatini tushirish keragi yo'q. Mana bunaqa 4 kiloli, 3 kiloli yosh bolalar uchun kichkina pul avtomat kir yuvish mashinalari ham bor ekan. Bu xonamizda oshxonaga ishlaydigan hamma texnikani topsangiz bo'ladi. Xullas, ayollarning orzusidagi xona. Tosterlarimiz bor. 180.000 so'mdan boshlab yuqorilab ketaverar ekan, har xilidan bor. Kattalaridan ham, kichkinalardan ham. Pichoq naborlarimiz bor. 150.000 so'mdan. Blenderlarimiz 166.000 so'mdan boshlayapti. Yuqorilab ketaveradi, ko'rsanglar bo'ladi, har xillaridan bor. So'kma jivarkalarimiz har xilidan 475 mingligi, 446 mingligi, 523 mingligi. Xullas azizlar, qandaydir mahsulotga ehtiyojlaring bo'ladigan bo'lsa, bemalol shu yerga kelaverasizlar. Bozordan arzon, sklat narxida. Manzillar tushuntirib o'tdim. Chilonzor metrodan Olmazor metroga qarab yurganda Singapurga o'qishdan o'tgandan keyin chap tomonda keladi. Mahsulotlar narxlari bilan tanishtirdim. Hammalarga katta rahmat. Sizlar bilan men Shohjahon Abdurahmonov bo'ldim. Qulay narx kanalida. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar.